Qachondir biz ham yoshimizni so'rasa 3 raqami bilan boshlanadigan sonlarda aytardik. 30 nechayandirdik va bu bizga qandaydir o'zimizni yosh deb hisoblashimizga imkon yaratardi. Endi esa bugundan boshlab biz yoshimiz 4 raqami bilan boshlanadi. O'zi 39 yosh bilan 40 yoshda uncha farqi katta emas. Lekin 39 yosh 3 bilan boshlangani uchun qandaydir 3 odamga yoshlik bag'ishlab tursa 40 qandaydir odamni o'yga to'ldirib qo'yar ekan. Nahotki 40 yil yashayapmiz. O'tgan yil 85larda boshiga tushgandi bu voqea. Bu yil mana 86larda boshiga tushadi bitta-bitta. 86lar tayyormisizlar? 40 bilan salomlashishga. 87lar tayyor turinglar. Keyingi yil sizlar ham xuddi bizning kunimizga tushasizlar. Sizlar ham hozir 30 nechayan deb yuribsizlar yoshlaringizni. Keyingi yilga boshlab 3 raqami bo'lmaysizlar degan. 40 deysizlar 87lar. Sizlar ham tayyor turinglar. Nima deb o'ylaysizlar? 40 yosh bizi eng gullagan davrimiz endi boshlanyaptimi, o'tib ketdimi o'sha? Bu qanaqa yosh bu? Sizlar 40 yosh qanaqa yoshligini aytib turinglar, ungacha men bitta tortimi yeb olay. O'ng qo'lim suvda o'tirib ichyapman. Aytgancha sog'lom turmush tarafdoriman. Bu choy bu, tagida shamalari ko'rinib turibdi mana, ko'pik bo'lyapti. Choy qo'yib qo'yganman, endi kambag'alchilik nima deysizlar? Mana, ochsam ham pisdim yer. Ko'ryapsizlarmi? Qora choy. Bu sayohatchi bu deganlari g'irt mashina ekan-ku. Makkaga olib kirib qo'yaman deb $10,000 pul yig'ayotganmish odamlardan. Bu tekinxo'r iflos davlat puliga sayohat qiladi deb mish-mish ko'tardinglar bir. Iroq va Suriyadagi musulmon birodarlarimizni terrorist deb atar bu iflos deb turib yana bir shov-shov ko'tardinglar. Bunisi mana uni bir 1000 ga yaqin odam jo'natdi-da menga. Makkaga olib kirib qo'yish bilan, haj bilan shug'ullanyapsizmi deydi. Yetar endi balki to'xtarsizlar. Mana bu yerda kommentariya 2 ga bo'linganda, meni taniydiganlar hammasi, u unaqa odam emas, u o'ziga to'q, o'ziga anaqa odam deb yozyapti. Men ishonchli odam. Meni tanimaganlar esa itdek so'kib haqorat qilib yotibdi-da. Hep bo'ldi-da endi odamlar, to'xtanglar. Nima kerak o'zingizlarga? Men tushunmayman-da. Nima kerak sizlarga o'zi? Men hatto tanimayman-ku sizlarni. Mana shuni tuhmat qilib, har g'iybat, fisq-fasod qilayotganlar men hatto tanimayman ham-ku. Nimaga shunaqa video chiqaraverasizlar? Men tushunmayman. Men ko'ryapsizlar, men bironta videolaringizga reaksiya bildirmayman, parvo ham qilmayman, it xurar, karom o'tar, ketaveraman. Bo'ldi-da endi. Umuman nima deydi? Charchamayapsizlar, to'xtamayapsizlar borku. Nega shunaqaligini o'ylab bir tahlil qildim, prognoz, analiz qildim. Bu kanaliga qo'ygan xabarlarni ko'rsangiz, men qarang. 37, 72, 26 ming, 18 ming, 33 ming, 34 ming, 38 ming, 23 ming prosmotr bo'lgan. Lekin sayohatchi buni g'iybat qilib qo'yadigan bo'lsa, 2 million prosmotr. 2 million. 2 million prosmotr. Shunaqa meni haligi g'iybat qilingan videolar shunaqa osmonga uchib ketavergandan keyin, ko'p prosmotr bo'lavergandan keyin ana heyterlar, trollar shunaqa video chiqaraveradi endi. Ishonib qolmanglar shunaqa narsalarga, azizlarim, jangchilarim. Bo'pti, itlar hurib turaversin, biz sayohatni davom ettiramiz. Sayohatni boshlaylik bugungi kunlikni. Baobab daraxtlarini maqsad obzorini qilamiz endi xudo xolasa. Baobab. Biz tomonga bir qarab qo'y. Biz tomonga bir qarab qo'y. Qarang endi. Voy! Go'zalsiz, go'zal. 'Qolganlari ham tushaman deydi endi. 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 'Qolganlari ham tushaman
Ha, bunisi ham tushar ekanmi? Yo'q. Bu soch zo'r ekan, soch. Your hair is beautiful. Hair is beautiful. Wow. Chotki, odamda havasi ketdi bu sochga. Nozlaringizlar. Mana bu kirish joyida bunaqa kaktuslar bor ekan. Men avval hech ko'rmagan ekanman. Xuddi yulduzchaga o'xshaydi ya. Mana toshlarning ichida ham ko'pgina o'sib yotibdi. Mana. Qarang, xuddi yulduzchaga o'xshaydi ya. Chiroyli ekan. Havas ketdi odamda. Madagaskarga kelganimdan beri har kuni obeddan keyin shu ahvol. Obeddan keyin men ko'chaga chiqib bo'lmas ekan. Shunaqangi jala quyari. Bugungisi ham mana bismillohni aytib boshlayapti. Ertalab kechashim bilan tiqir ezib yog'ar ekan. Lekin yomg'irda sog'inganimiz uchunmi? Mayli, yog'aversin. Yoqyapti. Mashinamizdan Karoldan ayrilib qoldik. 3-4 kundan beri rosa harakat qilyapmiz. O'zim bu muammoni hal qilaman deb sizlarga aytmay yurdim, lekin aytishga majburman, chunki oradan 3-4 kun o'tadi, borana 20 kun, 1 oy vaqt o'tadi, baribir so'raysizlar-ku, mashina qani deb. Uni baribir aytmasam bo'lmaydi. Mashinamiz yo'q, xullas. Tanzaniya hukumatı uni asirga tushirgan va auksionga chiqarish harakatlari boshlangan. Hamma muammo shundaki, postga kirgandan keyin mashina 3 kunda ichida olib chiqib ketish kerak ekan. 3 kunda ichida olib chiqib ketmasa 1 haftagacha srok berar ekan, jarima bilan. 1 haftani ham ichida olib chiqib ketmasa 15 kun ichida o'sha yukni olib kelgan kompaniyaga ular xat berishar ekanda, 15 kun vaqt senga olib chiqib ket. Agar olib chiqib ketmaydigan bo'lsam, men buni musodara qilaman deb aytar ekan. Hozir o'sha meni mashinamni olib kelgan kompaniyani o'zi ham chopib yuribdi, chunki ularning konteynerini ham olib qo'ygan hozir. Ular konteynerimizni to'la berasan deb menga anaqa tinimsiz xat yozib yotishibdi. Men mashinamni o'ylayapman, xullas muammoni juda kattasiga yo'l qo'yganmiz hozir. Juda ham katta muammoga. Oh
Iroq, Afrika, mashinada boraman deysanmi? U yerlarga faqat samolyotda borsa bo'ladi. Agar mashinada el qatori sayohatga chiqaman desang, mana Yevropaga bor, Turkiya, Saudiya Arabistoniga, undan u yog'iga mashinada yetolmaysan. Xayolparast. Tushundingmi? Hamma uni aqldan ozgan deb o'ylardi. Hech kim unga ishonmasdi. Lekin shunday bo'lsa-da, pingvinlarning gap-so'zlari uni maqsadidan to'xtata olmadi. Shunchaki o'zi uchun qaror qabul qildi va yo'lga otlandi. Chunki unda mustaqil va kreativ fikrlash bor va boshqa pingvinlardan farqli o'laroq u o'z chegaralarini buzib o'ta oldi. To'g'ri, u tanlagan yo'l o'ta mashaqqatli. Har lahzada uning hayotiga o'lim soya solishi mumkin. Lekin u qo'rqmadi, ortga chekinmadi. Sabr bilan tashlangan har bir qadam uni o'z maqsadi sari yetakladi va u ko'zlagan nuqtasiga yetdi. Lekin u to'xtamadi. U yanada xavfliroq sayohatlar sari dadil bormoqda. Shu o'rinda savol tug'iladi. Biroq nega? Butun dunyo avtosayohatchilari assotsiatsiyasi da o'sha karnet beradigan tashkilot butun dunyo mamlakatlarini avtosayohat uchun 3 toifaga bo'lgan. Ya'ni o'sha avtosayohatchilarning odzivlaridan va davlatda bo'layotgan amalga oshirilayotgan islohotlar va ulardagi qonunlardan kelib chiqib 3 ta toifaga bo'lgan. Birinchi toifa avtomobil sayohatchilari uchun yengil davlatlar. Ikkinchi toifa esa karnet so'raydigan davlatlar. Uchinchi toifa esa deyarli sayohat uchun tavsiya qilinmaydigan mashaqqatli davlatlar. Endi mana bu davlatlarning hammasini ichini ochib chiqamiz. Birinchi toifa davlatlariga qaysilar kiradi? MDH davlatlari, Yevropa, Turkiya, karnet so'ramaydigan arab davlatlarining 70-80% karnet so'raydi. Karnet so'ramaydiganlari yengil toifaga kiradi. Ya'ni to'liqroq ma'lumot beradigan bo'lsak, karnet so'raydigan arab davlatlari qaysilar? Qatar, Omon, Yemen, Iordaniya, Yegipet, Iroq, Kuvayt, Bahrayn bular karnet so'raydigan arab davlatlari bo'ladi. Karnet so'ramaydigan arab davlatlari esa bu Dubay, Saudiya Arabistoni. O'shaning uchun Makka shahriga ham bemalol bizning yurtdoshlarimiz borib kelishlari mumkin. Lekin Qatar karnet so'raydi. Mana Ayvash bilasizlar, borgandan keyin kira olmasdan qolib ketgan, katta muammoga duch kelgan va $2,500 qanchadan ham pul to'lab turib keyin kirishgan, karneti bo'lmaganligi uchun. Menda karnet bo'lgani uchun Qatarga sayohat vaqtida bilasizlar 15-20 minutda o'tib ketgandim. Mana shunday arab davlatlariga agar sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, qaysi biri karnet so'raydi, so'ramaydi, o'shalarni avvaldan aniqlashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Va Amerika, Kanada. Mana shular karnet so'ramaydigan davlatlar va bularga sayohat qilish o'ta darajada yengil. Avtomobilingizga qo'yilgan talab 0. Hech qanaqa talab yo'q. Texpasportingiz bo'lsa bo'ldi, ketaverasiz. Ya'ni bu degani O'zbekiston ham MDH davlatlarining ichiga kiradi. O'zbekiston ham butun dunyo avtomobillarini tajriba va gap so'zlardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, yengil sayohat qilinadigan davlatlar toifasiga kiradi O'zbekiston ham. Ikkinchi toifa, aytgancha, MDH davlatlari qaysi davlatlar demoqchi bo'lsangiz, MDH davlatlarining tarkibiga kiruvchi davlatlarda shunday Google dan so'rasangiz yoki mahalla xotinlaridanmi, ChatGPT'danmi so'rasangiz aytib beradi. Xo'sh, ikkinchi toifa davlatlar bu karnet so'raydigan davlatlar. Dunyoda 120 dan oshiq davlat karnet so'raydi. Mana shu karnet so'raydigan davlatlarga karnetingiz bo'lsa, bo'ldi, bemalol kirib ketaverasiz. Lekin karnet olish o'ta darajada qimmat bo'lganligi uchun ham karnetni deyarli ko'pchilik olmaydi va karnet so'ramaydigan mana yengil toifadagi davlatlarga sayohat qilishni yoqtiradi ko'pchilik. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirchalik endi men eshitmaganman, balki bo'lishi ham mumkin. Men eshitmaganman. Men eshitmadi degani yo'q degani emas.
O'zbekistonda hozirchalik yagona karnet menda bo'lib turibdi. Boshqa karneti bor avtosayohatchini hozirchalik ko'rmadim. Endi hozir bu gapimdan keyin ana furachilar boshlaydi. Bizda karnet to'layotibdi. Mana haligi davlat xizmatlaridan 50 ming so'mga beriladigan karnetni hozir hammasi kommentariy bang'illatib boshlaydi. Da gap hamma furachilar haqida ketmayapti. Ularning ichida aqllilari ko'p. Lekin ba'zilari bor, haligi fura uchun beriladigan evaga 50 ming so'mlik karnet bilan avtomobilchilarga beriladigan karnetning farqiga bormaydi-da. Endi u aynan o'sha turdagi farqiga bormaydigan furachilarga maslahatim, tavsiyam ras farosatni ishlatmagandan keyin, bekor turgandan keyin hech bo'lmasa uni bankka olib qo'ying, foiz tug'ib turadi. Hech bo'lmasa o'shandan foyda qilasiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Demak, siz qachondir dunyo bo'ylab avtomobilda sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, demak, karnet olishingiz 100 ga 100. Majbursiz. Bo'lmasa karnet so'raydigan davlatlardan nariga o'tolmay qolasiz. Unda butun dunyo bo'ylab emas, qisman davlatlar bo'ylab sayohatingiz davom etishiga to'g'ri keladi va tugatishingizga to'g'ri keladi. Endi karnetni qaysi davlatlar beradi? Karnet so'raydigan 120 dan ortiq davlatning hammasi karnet beradi, faqat ular o'zini fuqarolariga beradi. Boshqa davlat fuqarolariga bermaydi. Boshqa davlat fuqarolariga esa butun dunyo bo'yicha faqat ikkita mamlakat beradi. Shveysariya va Keniya. Mana shu ikkalasidan siz butun dunyo bo'ylab xohlagan davlat fuqarosi bo'lishdan qat'iy bemalol karnet olaverasiz. Karnet olish tartibi 2 bosqichli bo'ladi. Birinchi bosqichda siz uni davlat bojini to'laysiz, ariza topshirasiz. Davlat boji hozirgi kunda 1800 euro. Dollarda hisoblasa 2000 dollardan oshib qolsa kerak. Aqllisizlar bir hisoblab olasizlarda qancha dollar bo'lishini. Va o'sha ariza topshirganingizdan so'ng mashinangizni olib borib ularga ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mashinam shunaqa xarakteristikaga ega deb turib, mashinangizni olib bormasdan turib onlayn ariza topshirib turib olsa ham bo'ladi. Va ular mashinangizni qanchalik summasini keltirib chiqaradida, zavodida qanchadan sotilyapti bu mashina. Farqi yo'q. U siz davlatingizda qanchadan sotilishini umuman hech kimga qizig'i yo'q. Zavodidan qanchadan sotilyapti o'sha mashina. Shuni hisoblab chiqaradida, shu tan narxini 90%ni sizga garov sifatida depozitga qo'yishingizni talab qiladi. U depozit nima uchun? Qachonki siz mashinani qaytarib olib, ya'ni o'sha o'z davlatingizga qo'yib, karnet hammasini 100% to'liq topshirsangiz, o'sha karnet olgan joyingizga, keyin depozit pulingizni qaytib beradi. Ungacha depozit pulingizni qaytib bermaydi. Boyagi karnetda to'liq pechat bo'lishi uchun siz o'sha kirgan davlatingizni tartib-qoidalarga amal qilishingiz kerak bo'ladi. Kak bo'lishini necha kunda davlatdan chiqib ketish belgilangan bo'lsa, o'sha davlatdan chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Xullas, davlatning o'rnatgan tartib-qoidalarni buzmasligingiz kerak bo'ladi. Agar davlat o'rnatgan tartib-qoidalarni buzib qo'yadigan bo'lsangiz, demak, ertaga o'sha karnetdan siz depozit pulingizni qaytarib ola olmaysiz. Jumladan hozir meni ham karnetim puli uxladi desa ham bo'laveradi. Agar men mashinam portdan, o'sha Tanzaniya portida musodara qilinib auksionga chiqarib sotib yuboriladigan bo'lsa, demak men karnetimga pechat bosib olib bora olmayman va O'zbekiston mashinani O'zbekistonga qaytara olmayman va depozit pulimga kuyaman. Bu yerda faqat mashina emas, depozitdan ham ayrilaman hozir. Bu anchagina katta chiqim degani. Demak, karnet to'g'risida ozroq bo'lsa ham tushunchaga ega bo'ldingiz. Endi navbat 3-toifa davlatlar haqida gaplashamiz. 3-toifadagi davlatlar esa o'sha butun dunyo avtomobil sayohat ishqibozlar assotsiatsiyasi tomonidan deyarli tavsiya qilinmaydigan nuqul sayohatchilar boshiga g'am, tashvish, muammo keltiradigan davlatlar. Bu davlatlar qaysilar? Bu davlatlar Xitoy, Tailand, Afrika davlatlarining yarmidan ko'pi, Shimoliy Koreya va shunga o'xshash davlatlar. Ro'yxat uzundan uzun. Endi bu davlatlarga kirish uchun sizda nafaqat karnet, bu mashaqqatli davlatlar hammasi deyarli karnet so'raydi. Nafaqat karnet bo'lish kerak sizda, balki bitmas, tuganmas, asab, yuqori tajriba, nima deydi, juda ham katta qog'ozbozlik va byurokratiyaga qarshi chidamlilik va har soniyada o'zi mulkingizdan ayrilib qolish sharoitlariga tayyor turish sizdan talab etiladi. Mana shu etaplardan o'ta olsangizgina keyin bu 3-toifadagi davlatlarda sayohat qilishingiz mumkin.
Mashinamizda vaziyat qanday? Uni olib chiqsa bo'ladimi portdan yoki uxladikmi, mashinaga tushdikmi? Hozir shu to'g'risida gaplashamiz. Suv ichib olaylik, odamni ichi qizib ketyapti, yurak. Demak, mashinamiz hozir Tanzaniya portida turibdi, konteynerda turibdi, faqat bizni egalik huquqimizni olib qo'ygan va musodara qilish jarayonlari ketyapti. Chunki Tanzaniya qonunlariga ko'ra 3 kun ichida olib chiqib ketish kerak ekan. 3 kun ichida olib chiqib ketmasangiz, bir haftaning ichida jarima bilan birgalikda olib chiqib ketish mumkin ekan. Biz mashinamiz 22 kunmi, 23 kundan beri o'sha Tanzaniya portida turibdi. Endi buni qutqarish uchun turkiyalik kuzatuvchilarimiz bitta kuchli advokatni tavsiya qilishdi va advokat bilan aloqaga chiqdik. Olib chiqib berishga ko'zim yetadi, deyapti. O'sha uchib kelyapti, lekin hazilakam pulga kelmayapti. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham biz mashinani chiqarishimiz kerak, chunki agar biz uni mashinani auksionga chiqarib yuborsa va auksion orqali sotib oladigan bo'lsak mashinamizni, birinchidan u yerga Tanzaniya raqamini yopishtirib qo'yishadi. O'zbekiston raqamini olib tashlaydi. O'zbekiston raqamini olib tashlasa, men rekordimga plyus hisoblanmaydi hech qaysi biri. Bu birinchi katta muammo. Ikkinchi katta muammo esa o'sha avvalgi videolarda aytib o'tganimdek, karnetga uxlaymiz. Demak, Jibutidan Tanzaniya portiga jo'natayotgan vaqtimizda mashinamizni $8200 kelishgandik-ku, nariga kompaniya bilan olib chiqib berishga. U kompaniya hozir hamma aybni o'zimga to'ngab qo'ygan. Muammo o'zingda, karnetingni ber, chiqarib beraman mashinani, karneting yo'qligi uchun turibdi. Ikki o'rtada seni mashinani hujjati chala bo'lganligi munosabati bilan meni ham konteynerim hozir davlat olib qo'yapti deb turib, ular ham karnetini o'zi pulini menga yuklashmoqchi. Demak, u nariga dogovor o'z kuchida turibdi, lekin men hujjat, o'sha karnet masalasi, karnet bilasizlar, menda bor, lekin Tanzaniya hukumatining talabiga ko'ra tugashiga kamida 3 oy qolgan bo'lishi kerak. Sizga 1 oy qolibdi, keyingi oy fevralda tugaydi-ku. Deb o'shaning uchun chiqarmayotgandi va biz yangi karnetni harakatiga tushib ketgan edik. Tanzaniyani bu qonunlardan bexabar. Endi hozir yangi karnet olish masalasini to'xtatib qo'yganmiz. Chunki agar karnet mashinamizni musodara qilib oladigan bo'lsa, u keyin yana men boshqatdan O'zbekistondan boshqa mashina olib, yangisidan sayohat boshlaydigan bo'lsam, u yangi mashinaga ham keyin nima olishga to'g'ri kelib qoladi, karnet. O'shaning uchun bu mashinamizni taqdiri hal bo'lmagungacha karnet masalasini to'xtatib qo'ydik, hozir pauzaga tushirib qo'ydik. Demak, hozir kelajakda bizni kutayotgan ishlar asabbuzarlik va boshqa holatlarga tayyor turish, yuqori va juda ham katta chiqimlarga tayyor turish. Eshitishimga qaraganda u yerdagi o'sha broker bilan gaplashsam, hozirgi kundagi har bir kuniga jarimalar yozib borilyapti. Ayni hozirgi vaqtdagi jarimasi $10,000 oshib ketgan. $10,000 oshib. Va mashinamiz qachon biz advokat harakat qilib uni hukumatigacha noto'g'riligini isbotlab olib chiqib beradi-ku va qachon biz mashinani portdan olib chiqamiz va unda qancha bo'lib ketgan bo'lar jarimasi hozircha noma'lum. Va advokatga ham aytildi, agar o'sha bizga qo'yilgan jarimasini ham bekor qilib turib olib chiqib beradigan bo'lsak, o'sha jarimani pulini 50%ni senga suyunchi tariqasida beraman deb aytib qo'ydim. Unga ham advokatimiz harakat qilib ko'radi, xudo xolasa. Demak, umid bor. Hozirchalik bizga eng kerakligi Allohimni qo'llab-quvvatlovi, xalqimizning duolari. Boshqa narsa hozirchalik bizga kerak emas. Vaqti kelib rekordlarni o'rnatib, muhtaram prezidentimizning qo'lidan bir O'zbekiston iftixori yoki shunga o'xshash bironta bir medalni olib ko'ksimizga qadayotgan vaqtda ishoning, bu muammolar hammasi yo'q bo'lib ketadi. Eng asosiysi bizda meni qo'llab-quvvatlab turgan butun O'zbekiston xalqi bor. Shunaqangi ko'p xabarlar kelyapti, menga murojaatlar kelyapti. Elchixona ham aloqaga chiqyapti. Anaqa katta o'sha logistika bilan shug'ullanuvchilar ham juda ko'pchilik yozyapti, yordam deb. Xudoga shukr, hammasi bilan birgalikda ishlarni olib boryapmiz. Endi bu muammoli davlatlar, avvalgi videoda aytib o'tganimdek, bu davlatlardan muammosiz chiqib keta olgan avtosayohatchi yo'q hali. Masalan, Kamerzanovni olaylik, u ham Yegiptda 1 oyga yaqin mashinasini ola olmasdan juda katta pul evaziga olib chiqqandi, yoki bo'lmasa Efiopiyada muammo bo'lib qolib 6 oyga yaqin mashinasi Efiopiyada qolib ketgandi, yoki bo'lmasa Chad Respublikasida uni qamab qo'yishgandi, 1 oy qamoqxonada yotgandi.
yoki bo'lmasa mana Vika O'zbekistonga kelgan, ko'pchilik uni o'zbeklar ham tanisa kerak. Tailandga kira olmasdan muammolar bo'lib qolib, birovga yaqin Tailandda qolib ketdi, avtodomda kirgizmaymiz dedi, u bizni pravamizni olishingiz kerak dedi. U Vikani videolarini ko'rsangiz haqiqiy drama borki, uni unda har qanday odam deb shunday sayohatni tugatib ketaveradi, lekin sabr qilib oxirigacha hamma etaplardan o'tib Tailandga kirdi oxiri o'sha odam. Bu muammoli davlatlarda hamma avtosayohatchilar muammoga uchraydi. Men ham mana shunday muammoli davlatlarga sayohatga borayotganligimni avvaldan bilganman, avvaldan qayerdadir xato chiqishini, avvaldan qayerdadir muammo chiqishini bilganman va shunga tayyor bo'lib borganman. Men o'zim ma'nan, ruhan, jisman, ham moddiy tomonlama tayyor bo'lib borganman Afrikaga. O'sha gap xalqimiz bor ekan, biz ortga chekinmaymiz. Xudo xohlasa, albatta sayohatimiz davom etadi, albatta rekordni o'rnatamiz. Buning uchun bizga o'sha yuqorida aytib o'tganimdek duo kerak xolos. Xalqimizni qo'llab-quvvatlashi kerak xolos. Va har kuni mashinamiz qanday bo'lyapti, nima bo'lyapti, vaziyat to'g'risida videolarni qo'yib boraman va sayohatimizni to'xtatmasdan hozir Madagaskardamiz. Madagaskardagi o'sha baobab daraxtlariga shunga boramizda, keyin Tanzaniyaga qarab ketamiz. Endi shu yergacha kelib baobablarni ko'rmasdan ketib qolmaylik. Baribir Tanzaniyaga borganim bilan ham men bir ish qilib bera olmayman. Baribir hamma ishni advokat qiladi. Men aloqada bo'lib tursam, pulini to'lab tursam bo'ldi. Shunday qilib ertalabdan bo'lmasa baobab daraxtlariga qarab sayohatni boshlaymiz. Xullas, Madagaskardagi eng mashhur o'sha baobab daraxtlari bu Antananarivodan 700 kilometr uzoqda ekan. Hozir samolyotlarni ko'rsak, yaqin sanalarga bilet chiqmayapti. Kamida 1 oy undan yog'iga bilet chiqyapti. Keyin tur firma topdim mana. Tur firma topdim. Tur firmani mana raqamlari bor ekan. Baobabga ekskursiya uyushtirar ekan. Mana shu tur firmaga hozir singlimiz telefon qilib beryapti. Administratorga telefon qilib ber, mana shu tur kompaniyaning raqamlariga desam, men telefon qilib berish xizmat haqim 2000 deydi. Bo'p turib 2000 qo'yib qo'ydim oldiga mana telefon qilib beryapti 2000 da olib. Tekinga telefon qilmas ekan. Ikkita 3ta tur firmalar bilan bog'landi. Hammasi deyarli bir-biriga o'xshash javobda aytyapti. Ya'ni bir kishiga xizmat ko'rsata olmaymiz. Biz bitta mashina beramiz, bitta gid beramiz, bitta jamoa, guruh bo'lsa arzonga tushadi. U bir kishi uchun ham baribir o'sha pulni to'lash kerak deb turib, o'sha jamoaga ketadigan to'lovni aytishyapti. Taxminan 700-800 dollarlarda aytib yotishibdi. Eng kami, ko'pi 1000 dan ham yuqori narxlarda aytishyapti. O'shaning uchun hozir bu resepsiyonda aytishiga qaraganda shunday aeroportga boring, o'sha yerda kassasida bilet sotadi, balki biletlari bordir deb aytayapti. Xudo xolasa aeroportga borib kelamiz hozir. Singlimiz. No foto, no video, no foto, no foto, no video. Please. 19-asrga xush kelibsiz. Xo'sh, bu yerda nima deb yozilganini hozir tarjima qilaman.
Farzandlarimiz bizdan ko'ra kuchli, bilimli, aqlli, dono va albatta baxtli bo'lishlari shart. Muallif Isan Karazani. Xullas shunaqa gaplar. Mana shunaqangi qo'ng'izcha taksilar juda ham ko'p ekan bu yerda. Hozir mana shunga o'tirib aeroportga borib kelamiz. Agar mabodo aeroportda bironta bilet chiqib qolsa, xudo xolasa, shartta olvoramiz. Hali ham umidimizni so'ndirganimiz yo'q. Rosa ham ko'rgim kelyapti shu baobab daraxtlarini. Mashina yurganda ancha qo'rqinchli ekan. Xuddi sochilib ketay deb yurar ekan. Atverkalar suqib tashabdi hamma yoqqa. Oldi biram kichkina tor suvimiz M2. Ocharigani yo'q ekan. Shofyor o'zi ochib berar ekan. Tushib. Oh, bir bala qilib yurib keldik. Rahmat. Thank you very much. Mana nimaga keldik? Mahalliy qatnovlar bo'ladigan joyga keldik. Aeroportda ish qilib bilet bo'lsinda taslim bo'lish yo'q. Qani borib so'rab ko'raylikchi. Madagaskar Airlines mana kassasida turibmiz. 3.358.000 real. Ya'ni biz pulga 3 ga ko'paytirasizlarda 9.900.000 bo'ladimi? Hozir viza kartani, parolani terib olay. Mana. Xo'sh. Hozir ko'rsatamiz cheklarini. Xullas, mana biz Antananarivoda turibmiz. Mana Antananarivo. Mana shu yerdan mana o'sha baobab daraxtlar joylashgan joyigacha, Murundavu degan shahrigacha 716 kilometr. Demak, hozir birinchisi ketishiga faqat bir tomonga biznes kelishni sotib oldik. Qaytishga esa yo'l deyarli yo'q deyapti. O'shaning uchun mana bu shaharlarga to'xtab amallab yetib kelsa bo'lar ekan, lekin u baobab daraxtlar joylashgan Murundavudan прямо Antananarivo shahrigacha, poytaxtgacha прямо taksilar yo'q ekan. Faqatgina tur firmalar nima qilar ekan, olib kelar ekan. Endi tur firmalarida zakaz qilsak, aytyapsiz, boyagidek bir hafta oldin bron qilish kerak, ularda barcha tur paketidan sotib olish kerak. Men uchun alohida bitta taksi bu yoqqa qilib berishmaydi baribir. Shuning uchun bu yoqqa avtostop mashinalarni to'xtatib, undan bunga ilashib yetib kelib olamiz poytaxtgacha. Sarguzash bo'lib ketmasa bo'ldi, yog'i. O'zi aslida biznes class olmoqchi emasdim. Oddiy, arzonroq, kamchiqimroq bilet olmoqchi edim, lekin ulari kamida bir hafta 10 kungacha joylari band ekan. Endi men tezroq baobabga 1 kun 2 kunda borib kelib, Tanzaniyaga borib ishlar hal qilish kerak. Kashasi chiqib ketyapti u yoqda ham borgan sari. O'shaning uchun shoshilishga majburmiz. Biletimni ham ko'chirdim hozir. Men Madagaskarga уже 1 oy yuraman deb 1 oydan moshdan keyinga qaytish biletini olib qo'ygandim. Hozir u qaytish biletim kuyadi endi. Xudo xolasa 3-4 kundan keyin qaytishni reysim to'g'rilab turib boshqatdan endi yana bilet olamiz Tanzaniyaga.